Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Muhacirat yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz 11 ayning sultoni Muborak Ramazon oyini söyümlük vataniga, shundaqla vatandagi ota-ona, urug' tuqqan ve dost yaranlarga ham qadrdan xalqiga bo'lgan cheksiz seg'inish tuyg'usi bilan azob, g'ashlik va mayuslik ilkida kutib olishga majbur bo'ldi. 2025-yillik Muborak Ramazon oyi kirgandan buyon har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari kollektiv iftor faoliyatlarini uyushtirish orqali tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni o'zaro sevgi va hamkorlikqa, birlik va ittifoqlikqa dalolat qilib kelmoqda. Şu qatarda 2 mart günü Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan kollektiv iftor faoliyati o'tkazildi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Alovuddin va qurultayining markaziy ishxonasidagi rahbarlarining riyosatchiligida o'tkazilgan mazkur iftor faoliyatiga Germaniyadagi, jumladan Myunxendagi Uyg'urlarning sarxillari, jamoat arboblari va tijoratchilardan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Diniy ulamo Abduqayum Domullamning duosi bilan boshlangan iftor faoliyati deb so'z qilgan Turg'unjon Alovuddin apandim Vatan ichidagi xalqimiz tarixda misli ko'rilib baxmagan zo'r yo'qolish xavfiga duch kelgan bugünkidek hayot mamotlik paytda chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari va xalqimiz o'rtasidagi birlik ittifoqlikni yanada kuchaytirishning muhimligini alayda ta'kidlab o'tdi. 3 mart Dünya Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur harakaty tashkilotining boshlig'i Ro'shan Abbos xonim bilan Markaziy Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris apandilar Angliyadagi Bournemouth universitetining taklifiga binoan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tushunish, Xitoyning ta'tir tashviqoti va dunyoning pozitsiyasi nomli maxsus leksiya bergan. Ro'shan Abbos xonim bilan Abdulhakim Idris apandilar ayrim holda o'quvchilarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning chegara halqigan bostirish haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Ro'shan Abbos xonim so'zida texi necha kunning oldida Tailanddan Xitoyga o'tkazib berilgan 40 nafar Uyg'urning masalasini tilga olgan. Buning Xitoyning chegara halqigan bostirishining bir misoli ekanligini ta'kidlab o'tgan. Bu leksiya qatnashgan o'quvchilar Uyg'urlar duch kelgan bu irqiy qirg'inchilik va Xitoyning vahshiyona siyosatidan qattiq hayron qolgan. Abdulhakim Idris apandining bildirishicha, o'quvchilar va boshqa leksiya anglag'uvchilar ulardan Xitoy hukumatı sizlarning ovozinglarni bo'g'ishga tirishgancha, sizlarning qarshiliginglar kuchaydimi yoki ojizlashdimi? Hozirgi Amerika hukumatı Uyg'urlarni qo'llamdi. Sizlarning ahvolinglar buningdan keyin qandoq bo'ladi degandek savollarni so'rashgan. Abdulhakim Idris apandim bilan Ro'shan Abbos xonim o'zlari tayyorlab kelgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan qirg'inchilik siyosatlarini dalillab ko'rsatadigan fotosurat, video, rasmiy hujjat va boshqa materiallarni naq maydonda ko'rsatgan. Leksiya oxirida o'quvchilar, tadqiqotchilar va professorlar ulardan nurg'un savollarni so'rashgan hamda bundan keyin bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun nimalarni qilish kerakligi to'g'riliq suhbatlashgan. Bu qatimliq leksiyani Bournemouth universitetining yer shari masalalari professori Roman Gerdomas apandi o'rinlashtirgan. Leksiyaga shu universitetning uchur axborotchilik, uchur aloqa va xalqaro siyosat kasblarida o'qiyotgan to'liq kurs, aspirantlikda va doktorantlikda o'qiyotgan o'quvchilar, yetakchi professorlar va tadqiqotchilar qatnashgan. Leksiya anglag'uvchilar leksiya orlig'ida Abdulhakim Idris va Ro'shan Abboslar bilan ayrim paranglashib, Uyg'urlarning hozirgi ahvol to'g'riliq muhokamalar qilishgan. Tailand parlamenti Avam palatasining davlat xavfsizlik komiteti Tailand bosh ministri Shinawatраning parlamentga kelib, o'tgan hafta 40 nafar Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berish masalasiga tushuncha berishni talab qilgan. Tailandning Xalqlar partiyasi parlament a'zosi Avam palatasining davlat xavfsizligi Chegara Davlat strategiyasi va islohot komitetining raisi Rangsiman Romi, bosh minister Potter Tarin Shinawatra, davlat mudofaa ministri Funtam Vichayachay, tashqi ishlar ministri Maris Sangiamposaning shaxsan o'zlarining kelib, buningga tushuncha berish kerakligini aytgan. Tailand millat gazetining xabar qilishicha, Rangsiman Romi aniq ravishda bu shaxslarning vakilini avatishini qabul qilmaydiganligini bildirgan. Tailand hukumatining 27 fevral kuni 11 yildan beri Tailandda tutib turilayotgan 40 nafar Uyg'urni tuyuqsiz Xitoyga qaytarib berib, ularni o'z ixtiyorligi bilan qaytdi deb e'lon qilishi Amerika, Kanada, Angliya qatorliq asosli g'arb hukumatlarini o'z ichiga olgan keng taraflarning qattiq tanqidiga uchirgan edi. Ba'zi mustaqil tadqiqotchilar Amerika hukumati
Shuningdek, ismini oshkorlashga bo'lmaydigan ba'zi g'arb davlatlarining Uyg'ur musofirlarini qabul qilishni xohlagan bo'lsa-mu, ammo Tailand hukumatining rad qilishiga uchraganligini bildirmoqda. Tailand millat gazetining bildirishicha, Rangsaman Romi bu voqea Tailandning obraziga ziyon yetkazish, shuningdek uning tiq yaqindala BDT kishilik huquq kengashiga qatnashishini o'z ichiga olgan nurg'un ishlarga ta'sir qildiganligini bildirgan. Uning ko'rsatishicha, Tailand hukumati Uyg'ur musofirlarini qaytarib berish orqali tan jazosi va majburiy g'oyib qilib o'tishni cheklash va oldini olish qonunining 13-moddasiga xiloflik qilgan. Rangsaman Romi biz burun qaytarib bergan Uyg'urlarning taqdiri yaxshi bo'lmadi degan. U yana Tailandning davlat xavfsizlik tehdidiga uchrashidan, bo'libmi terrorlik, buzg'unchilik va o'ch ilishga uchrashidan andish qildiganligini bildirib, bu qaror uningdan xabarsiz odatlik fuqarolarning bir oqibatga uchrashini keltirib chiqarishi mumkin. Agar shundoq bir voqea yuz bersa, shubhisizki bu davlatning sayohat egiligini vayron qiladi hamda Tailand bundan keyin bexatar davlat emas degan signalni beradi degan. Rangsaman Romining ogohlantirishicha, bu voqea yana Amerikaning inkosini qo'zg'ishi, Amerika Tashqi ishlar ministrligining odam etkazchilik yillik dokladida Tailandning o'rnini tuvanlatishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Rangsaman Romi oxirida mundaq degan: bu komitet Uyg'ur musofirlarini qaytarish qaroriga qat'iy qarshi turdi. Hökumətning qararının astoydil o'ylashilgan yoki o'ylashilmaganligini jazmlashtira olmayman. Ammo bugun bu yuk xalqqa yuklangan bo'lishi mumkin. Hörmətli ko'rmanlar, yuqorida diqqətinizə kunlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.